Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Nega avgust oyida pensiyaga qo'shimcha qo'shilganda barcha pensionerlarga bir xil summa tushmaydi? Kimdir menga 20 ming qo'shildi. Kimdir menga 1,7 ming qo'shildi, yana kimdir deyarli o'zgarmadi deydi. Mana shu farq ko'pchilikda shubha, ranjish va tushunmovchilik keltirib chiqaradi. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensioneri bor har bir oilaga va kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir insonga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday tushuntirishlar ko'pchilikning pulini, vaqtini va asabini tejaydi. Men avval eng asosiy narsani oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya oshirilganda davlat hamma odamga bitta konvertda bir xil pul bermaydi. Pensiya tizimi bunday ishlamaydi. Har bir pensionerning pensiyasi alohida hisob-kitob asosida shakllanadi. İş stajı, oldingi iş haqi, pensiya turi, belgilangan eng kam miqdor, ustamalar, imtiyozlar, nogironlik guruhi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik holati, ishlagan yillari, ayrim hollarda qo'shimcha to'lovlar hisobga olinadi. Oldin ham shunday bo'lgan. Pensiya miqdori har bir fuqaroning shaxsiy mehnat faoliyatiga qarab belgilanardi. Ammo ko'pchilik faqat o'sh degan xabarni eshitadi-yu, demak hammaga bir xil qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa qaror yoki farmonda pensiyalar foizda oshirilishi, minimal miqdorlar o'zgarishi, ayrim nafaqa turlari qayta ko'rib chiqilishi yoki faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga ustama berilishi mumkin. Mana shu yerda asosiy farq paydo bo'ladi. Masalan, agar pensiyalar 10% ga oshirilsa, 1 million so'm pensiya olayotgan odamga 100 ming so'm qo'shiladi. 2 million so'm pensiya olayotgan odamga esa 200 ming so'm qo'shiladi. Ikkalasi ham bir xil foizda oshdi, lekin qo'shilgan pul miqdori bir xil emas. Shuning uchun nega qo'shni ayolga ko'proq qo'shildi, menga kamroq degan savolga birinchi javob mana shu. Sizlarning boshlang'ich pensiya miqdoringiz, hujjatlaringiz va pensiya tarkibingiz bir xil emas. Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntiraman. Birinchi holat, pensiya foiz asosida oshiriladi. Bu eng ko'p tushunmovchilik keltiradigan holat. Odamlar avgustda pensionerlarga qo'shimcha berildi degan gapni eshitadi. Lekin bu qo'shimcha hammaga 200 mingdan degani emas. Agar qarorda foiz ko'rsatilgan bo'lsa, har kimning eski pensiyasi asos qilib olinadi. Misol keltiraman. Hasan ota 20 million 1 ming so'm pensiya oladi. Pensiya 10% ga oshsa, unga boy 10 ming so'm qo'shiladi va pensiyasi 20 million 210 ming so'm bo'ladi. Mahmud ota esa 20 million 800 ming so'm olgan. Unga 20 ming so'm qo'shiladi va yangi pensiyasi 1 million 900 ming so'm bo'ladi. İkisi ham bir xil tartibda oshirildi, lekin qo'shilgan summa 70 ming so'mga farq qildi. Bu adolatsizlik emas, hisob-kitob usuli shunday. Ikkinchi holat, pensiyaning eng kam miqdori oshirildi dedi. Bu holatda esa ko'proq past pensiya oladiganlar sezilarli o'zgarish ko'radi. Masalan, ayrim pensionerlarning hisoblangan pensiyasi eng kam belgilangan miqdordan past bo'lishi mumkin. Davlat bunday holatda uni minimal darajaga yetkazadi. Agar avgust oyida minimal pensiya miqdori oshsa, aynan minimal darajada yoki unga yaqin pensiya olayotgan odamlar ko'proq sezishi mumkin. Lekin pensiyasi allaqachon minimal miqdordan ancha yuqori bo'lgan odamda bu o'zgarish boshqacha aks etadi yoki umuman minimal ko'rsatkich unga bevosita ta'sir qilmaydi. Misol uchun, Nodira opa 7 ming so'm atrofida pensiya olayotgan bo'lsin va minimal miqdor oshgani sabab uning pensiyasi 7 ming so'mga yetkazilsin. U 7 ming so'm farq ko'radi. Boshqa tomondan Saudat opa 1 million 600 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsa, minimal miqdor 250 ming bo'lgani uning pensiyasini avtomatik 20 million 67 ming qilib qo'ymaydi. Chunki u allaqachon minimal chegardan yuqorida turibdi. Demak, bir xil yangilik turli pensionerlarga turlicha ta'sir qiladi. Uchinchi holat, pensiya turi har xil bo'ladi. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi. İjtimoiy nafaqa yoki boshqa to'lovlar bir xil formula bilan hisoblanmasligi mumkin. Ko'pchilik hammasi pensiya-ku deb o'ylaydi, lekin huquqiy jihatdan ular orasida farq bor. Yoshga doir pensiyada ish staji va ish haqi asosiy o'rin tutadi. Nogironlik pensiyasida guruh, mehnat qobiliyatining yo'qolish darajasi, staj va boshqa omillar hisobga olinadi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa oiladagi mehnatga layoqatsiz a'zolar soni, bo'g'uvchining hujjatlari va belgilangan tartiblar muhim bo'ladi. Masalan, bir xonadonda bu yoshga doir pensiya oladi.
Nevarasi esa o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. Avgustdagi o'zgarish buvining pensiyasiga 1% da nevaraning to'loviga boshqa tartibda ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun bir oilaning ichida ham nega buviga buncha, nevaraga buncha degan savol tug'iladi. Javob to'lov turlari bir xil emas. 4-holat ish staji va ish haqi tarixi. Men doim aytaman. Pensiya pasportdagi yoshga qarab emas, hujjat bilan tasdiqlangan mehnat tarixiga qarab hisoblanadi. Ikki kishi bir vaqtda pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin, lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchisi 12 yil rasmiy ishlagan. Biri yuqori maosh bilan ishlagan, ikkinchisi eng kam oylik atrofida maosh olgan. Natijada ularning pensiyasi ham keyingi oshirilganda qo'shiladigan summasi ham farq qiladi. Masalan, Dilshod aka zavodda 32 yil rasmiy ishlagan. Maoshlari hujjatda ko'rsatilgan. Uning pensiyasi 2 million so'm bo'lishi mumkin. Olim aka esa uzoq yillar norasmiy ishlagan, rasmiy staji 25 yil chiqqan. Uning pensiyasi 900 ming so'm bo'lishi mumkin. Avgustda 10% oshsa, Dilshod akaga 200 ming so'm, Olim akaga 90 ming so'm qo'shiladi. Ikkisi ham bir xil yoshda bo'lsa ham, farqning sababi mehnat daftarchasi, rasmiy staj va avvalgi daromadlardir. 5-holat. Pensiya tarkibida ustamalar bo'lishi mumkin. Ba'zi pensionerlarda asosiy pensiyadan tashqari qo'shimcha ustama, kompensatsiya, imtiyozli to'lov yoki alohida qo'shimcha bo'ladi. Masalan, urush qatnashchilari, ayrim mehnat faxriylari, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz pensionerlar, alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Oshirishda hamma qo'shimchalar bir xil foizda oshmasligi mumkin. Ba'zan faqat asosiy pensiya oshadi. Ba'zan minimal to'lov qayta belgilanadi. Ba'zan ustama alohida o'zgaradi. Shuning uchun pensioner qo'lida kartaga tushgan umumiy summani ko'rib darrov xulosa qilmasligi kerak. U summa ichida asosiy pensiya qancha, ustama qancha, kompensatsiya qancha, avvalgi oy uchun qayta hisob kitob bormi yoki yo'qmi, bularni ajratish kerak. Men ko'p hollarda shuni ko'raman, odam menga kam qo'shildi deydi. Lekin tekshirganda uning asosiy pensiyasi oshgan, ustama esa o'zgarmagan bo'ladi. Bu xato emas. Tartibning o'zi shunday bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz eski miqdorga nisbatan qarorda aytilgan foizga yaqin oshgan bo'lsa, odatda xavotirga asos yo'q. Masalan, 1 million 500 ming olgan bo'lsangiz va oshirish 10% bo'lsa, yangi miqdor 1 million 600 ming atrofida bo'lishi tabiiy. Albatta, tiyinlar, yaxlitlash, to'lov sanasi yoki oyning qaysi kundan kuchga kirgani sabab kichik farqlar bo'lishi mumkin. Lekin agar sizda pensiya umuman o'zgarmagan bo'lsa yoki qo'shilgan summa juda g'alati past bo'lsa, tekshirish kerak. Masalan, 1 million 200 ming so'm olardingiz, hamma joyda oshirish kuchga kirgani aytilgan, lekin sizga yana 1 million 200 ming tushdi. Bunday holatda to'lov kechikkan bo'lishi, qayta hisob hali kartaga tushmagan bo'lishi. Sizning hujjatingizda ayrim cheklov bo'lishi yoki texnik xatolik bo'lishi mumkin. Yana bir muhim holat, pensiya avgust oyining o'rtasidan emas, rasmiy hujjatda belgilangan sanadan oshadi. Agar qarorda avgustdan deyilsa, avgust oyi uchun to'liq hisoblanishi mumkin. Agar boshqa sana ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha sanadan boshlab hisoblanadi. Ba'zan pensioner iyul oyi uchun avgustda pul olgan bo'lishi mumkin yoki bank kartasiga tushgan sana bilan hisoblangan oy aralashib ketadi. Shuning uchun avgustda tushdi degan har doim avgust pensiyasi degani emas. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, qayta hisob kitob hamma uchun avtomatik bir xil natija bermaydi. Pensiya jamg'armasi bazasida siz haqingizdagi ma'lumotlar qanday bo'lsa, hisob kitob shunga qarab chiqadi. Agar stajingiz to'liq kiritilmagan bo'lsa, eski ish joyingizdan maosh ma'lumotlari yo'q bo'lsa, arxiv hujjatlari topilmagan bo'lsa, pensiyangiz siz kutgan darajada bo'lmasligi mumkin. Masalan, bir ayol 25 yil ishlaganman deydi, lekin hujjatda 19 yil tasdiqlangan. Qolgan 6 yil bo'yicha mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri, muhr o'qilmaydi yoki tashkilot yopilib ketgan. Bunday holatda pensiya organi og'zaki gapga qarab hisoblay olmaydi, hujjat kerak bo'ladi. Shu sababli avgustdagi oshirish ham 19 yil tasdiqlangan staj asosida amalga oshadi. Agar keyin arxidan hujjat topilsa, qayt hisob qilish mumkin bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat, ishlovchi pensionerlar masalasi. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etadi. Ularning pensiyasi ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari va qayta hisoblash tartibi alohida e'tibor talab qiladi.
har yili yoki belgilangan davrda qo'shimcha staj va to'lovlar asosida qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin bu ham avtomatik hamma uchun bir xil miqdorda degani emas. Kimdir pensiyada bo'lgan davrda yuqori maosh bilan rasmiy ishlagan bo'ladi. Kimdir yarim stavkada yoki kam oylik bilan ishlagan bo'ladi. Natija farq qiladi. Uchinchi nozik jihat, oiladagi bir necha pensionerni solishtirish har doim to'g'ri emas. Men buni alohida ta'kidlayman. Qo'shningiz, qarindoshingiz yoki tanishingiz bilan o'zingizni faqat yoshi bir xil yoki bir mahallada yashaymiz deb solishtirmang. Pensiya hisobida mahalla emas, hujjat gapiradi. Bir odamning mehnat daftarchasi mukammal bo'lishi mumkin. Ikkinchisida uzilishlar bo'lishi mumkin. Birida imtiyozli staj bo'lishi mumkin. Ikkinchisida yo'q. Birida ustama bor. Ikkinchisida yo'q. Shu sababli unga ko'p, menga kam degan xulosa qilishdan oldin tarkibiy qismlarni tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat, kartaga tushgan pul har doim yakuniy hisob-kitobni to'liq ko'rsatmaydi. Ba'zan o'tgan oy uchun qarzdorlik, ushlab qolish, aliment, kredit, bankdagi avtomatik yechim, plastik karta xizmatlari yoki boshqa moliyaviy majburiyatlar bo'lishi mumkin. Pensiya hisobda oshgan bo'lsa ham, kartaga kelgan sof summa kamroq ko'rinishi mumkin. Shuning uchun bank SMS xabariga qarab emas, pensiya organining hisob varaqasi yoki ma'lumotnomasi asosida xulosa qilish kerak. 5-nozik jihat, ayrim to'lovlar alohida muddatda tushadi. Pensioner hamma pul bir vaqtda tushishi kerak deb o'ylaydi. Lekin amalda asosiy pensiya bir sanada qo'shimcha to'lov yoki qayta hisob farqi boshqa sanada tushishi mumkin. Ayniqsa o'zgarish yangi kuchga kirgan oyda tizimda qayta hisob, ro'yxat shakllantirish, bankka yuborish, pochta orqali yetkazish kabi bosqichlar bo'ladi. Shu sababli ini kunlik yoki hatto bir necha kunlik farqlar kuzatilishi mumkin. Bu hamma vaqt xatolik degani emas, lekin nazorat qilish kerak. 6-nozik jihat, nafaqa bilan pensiya farqini bilish kerak. Hamma ham pensiya deb ataydi, lekin ayrimlar aslida ijtimoiy nafaqa oladi. Pensiya odatda staj va ish haqi asosida belgilanadi. Nafaqa esa boshqa ijtimoiy mezonlar bo'yicha tayinlanadi. Ularning oshirilish mexanizmi ham farq qilishi mumkin. Agar siz yoki yaqinlaringiz qanday to'lov olayotganini aniq bilmasa, birinchi navbatda shu nomini tekshiring. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Endi eng muhim amaliy qismiga o'tamiz. Agar siz avgust oyida pensiyangiz nega kamroq yoki boshqacha oshganini bilmoqchi bo'lsangiz, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam, eski va yangi pensiya miqdorini yozib oling. Faqat taxminan demang. Iyulda qancha olganingizni, avgustda qancha tushgani aniq raqam bilan yozing. Agar SMS bo'lsa, saqlang. Agar pochta orqali olsangiz, kvitansiya yoki to'lov varaqasini saqlang. Eski miqdor va yangi miqdor bo'lmasa, farqni hisoblab bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, pensiyangiz turi va tarkibini aniqlang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz bo'yicha ma'lumotnoma so'rashingiz mumkin. Unda asosiy pensiya miqdori, ustamalar, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblash bo'lsa, uning sababi ko'rsatiladi. Menga umumiy qancha tushadi degan savolning o'zi yetarli emas. Asosiy pensiyam qancha, ustamam qancha, avgustdagi oshirish qaysi qismga qo'llangan deb so'rash kerak. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Nogironlik bo'yicha T, emek yoki tegishli komissiya hujjatlari, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, imtiyozni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Hujjatlar to'liq bo'lsa, qayta hisoblash imkoniyati ham ancha kuchli bo'ladi. 4-qadam, og'zaki emas, yoz murojaat qiling. Men har doim shuni maslahat beraman. Agar sizga tushuntirish yetarli bo'lmasa, yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin. Mening avgust oyidan pensiyam qay tartibda qayta hisoblanganini, eski va yangi miqdorlar qo'llangan foiz yoki mezonlar, ustamalar bo'yicha alohida tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring, qabul qilingan sanasi va raqamni yozdirib oling. 5-qadam, bank bilan pensiya organini aralashtirmang. Agar pensiya hisoblangan, lekin kartaga tushmagan bo'lsa, bu bank yoki to'lov tizimi masalasi bo'lishi mumkin. Agar kartaga tushgan, lekin hisob-kitob noto'g'ri deb o'ylasangiz, bu pensiya organi bilan tekshiriladi. Bank sizga pensiya formulasi haqida javob bermaydi. Pensiya jamg'armasi esa
bank kartangizdagi ushlab qolishlar haqida to'liq javob bermasligi mumkin. Har bir masala bo'yicha to'g'ri joyga murojaat qiling. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar bo'limi, keyin hududiy boshqarma, zarur bo'lsa tegishli vazirlik yoki onlayn murojaat portallari orqali murojaat qilish mumkin. Murojaatda hissiyotdan ko'ra raqamlar kuchliroq bo'ladi. Menga kam berdi deb yozishdan ko'ra, iyul oyida ilmiy 2 ming so'm oldim, avgust oyida ilmiy 10 ming so'm tushdi. E'lon qilingan oshirishga nisbatan farqni tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozish ancha samarali. 7-qadam. Qarindoshlar yordam bersin. Ko'p pensionerlar raqamli xizmatlardan foydalanishda qiynaladi. Farzandlar, nevaralar, yaqinlar yordam berishi kerak. Lekin men bir narsani ogohlantiraman. Hech qachon begona odamga karta raqami, SMS kod, pasport nusxasi yoki elektron imzo ma'lumotlarini ishonib topshirmang. Pensiya masalasida firibgarlar ham uchraydi. Pensiyangizni ko'paytirib beraman, avgust qo'shimchasini chiqarib beraman degan gaplarga aldanmang. Qonuniy qayta hisob faqat rasmiy hujjat va rasmiy tashkilot orqali bo'ladi. Yana bir amaliy misolni ko'rib chiqamiz. Farida opa iyul oyida 9 ming so'm olgan. Avgustda 1 million tushgan. U qo'shnimga 1 ming qo'shilibdi, menga 7 ming qo'shildi deb norozi. Tekshirib qarasak, qo'shnisi 1 million ming so'm olgan ekan. Foiz hisobida unga ko'proq qo'shishi tabiiy. Farida opaning pensiyasi esa minimal miqdor va asosiy hisob-kitobga bog'liq. Bu yerda xatolik bo'lmasligi mumkin. Ammo Farida opaning mehnat daftarchasida 5 yil kiritilmagan staj aniqlansa, unda alohida qayta hisoblash talab qilish mumkin. Demak, muammo avgustdagi oshirishda emas, eski hujjatlarning to'liq hisobga olinmaganida bo'lishi mumkin. Boshqa misol, Akmal aka pensiyaga chiqqandan keyin 3 yil rasmiy ishlagan. Men ishladim, nega pensiyam katta oshmadi deydi. Bu holatda uning ishlagan davri to'langan ijtimoiy soliq qayta hisoblash muddati va arza tartibi tekshiriladi. Har bir ishlagan oy avtomatik darrov katta qo'shimcha beradi deb o'ylash noto'g'ri. Lekin hujjatlar to'g'ri bo'lsa, belgilangan tartibda qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Yana bir misol, Ra'no opa nogironlik pensiyasi oladi. Uning dugonasi yoshga doir pensiya oladi. Avgustda dugonasiga ko'proq qo'shildi. Ra'no opa buni adolatsizlik deb qabul qiladi. Aslida ularning pensiya turi, hisoblash mezoni va ustamalari har xil. Nogironlik guruhi o'zgarsa, tibbiy hujjatlar yangilansa yoki belgilangan ustamalar o'zgarsa, natija boshqacha bo'ladi. Shuning uchun bir xil oshirishni kutish noto'g'ri. Xulosa qilib aytaman. Avgust oyida barcha pensionerlarga bir xil qo'shilmasligining asosiy sababi pensiya miqdori hamma uchun bir xil formulada emas. Shaxsiy hujjatlar, staj, ish haqi, pensiya turi, minimal miqdor, ustama va imtiyozlardan kelib chiqib hisoblanishidir. Foiz bir xil bo'lishi mumkin, lekin puldagi natija har xil chiqadi. Minimal miqdor oshsa, bu ko'proq past pensiya oluvchilarga ta'sir qiladi. Ustamalar esa har doim ham asosiy pensiya bilan bir xil oshmaydi. Agar sizda shubha bo'lsa, taxmin bilan yurmasdan eski va yangi miqdorni yozib oling, pensiya tarkibini so'rang. Hujjatlarni tekshiring va zarur bo'lsa, yozma murojaat qiling. Eng muhimi, qo'shningiz bilan solishtirib asabiylashmang. O'zingizning hujjatingiz va hisob-kitobingizni tekshiring. Sizning avgust oyidagi pensiyangiz qancha oshdi? Qo'shilgan summa siz kutgandek bo'ldimi yoki savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men eng ko'p uchraydigan holatlarni keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumotni bilgan odam o'z haqini talab qilishni ham, keraksiz vahimaga tushmaslikni ham o'rganadi.